Sinfdoshimni xotini menga keldi deydi. Kelinsam, sinfdoshingiz bizlarni tashab ketgan, boshqa xotinga uylanib ketgan. Kelmaydi, bir haftada 1-2 keladi, shundoq ro'zg'orni eshikda, darvozada tushiradi, uyga kirmasdan ketadi. Faqat ro'zg'or qilib ketadi, kelmaydi. Bir gapirib qo'ysangiz deb kelibdi deydi. Insofga chaqirib qo'ysangiz deb kelibdi deydi. Ertasi kuni o'rtog'imni topdim deydi. Bir gaplashmaymizmi? Abi gaplashamiz deb qoldi deydi. Ancha bo'ldi gaplashmaganimizga. Qora aka, qayerda gaplashamiz dedim. Yuring manikiga boramiz deb keyin ikkinchi xotinni uyga olib bordi deydi. Shundoq xo'rga kirsak, bir o'ralgan ayol, "Keling begim, assalomu alaykum" deb darrov o'tirib, erini botinka bog'ichlarini yechib, paypoqlarni yechib, shimlarni qayirib, "Keling, bu yerga o'tiring" deb chilopchim bilan obdastdan olib kelib, erini oldin oyoqlarini yuvdi deydi, keyin qo'liga suv o'zi qilyapti deydi. Endi u ayol eriga shu darajada mehr bilan xizmat qilyaptiki, men kirgan joyimda haykal bo'lib qotib qoldim deyapti. Qotib qoldim uni xizmatiga. Men yo'qman, u ayol uchun men yo'qman deyapti. E'tibor ham qilgani yo'q, qilyapti. Shu erini xizmatini qilyapti. Hamma xizmatlarni qilgandan keyin dasturxonni bunday ustini ochib, "Keling mehmon" deb kirib ketdi deydi. Suyuq, quyuq, choy, non kelib turibdi. Biroz tamaddi qilgandan keyin boya o'rtog'im "Qora aka, gapim bor dediz. Nima gapingiz bor edi?" deb so'rab qoldi deydi. "Nima deyman men unga" deydi. "Nima deyishim mumkin men unga" deydi. "Qo'y buni tasha, ke bor anu chakayning oldiga bor." deymanmi deydi. "Axir o'zim ham shu hayotni xohlayman-ku" deyapti. "Menga ham shunaqa e'tibor bo'lishini xohlayman" deydi. "Qanaqa men uni qo'y bo'lmabdi bu ishing deyman" deydi. Hammani orzusi shu emasmi? Ayolingiz kelganda "Assalomu alaykum otajoningiz, qara, dadang keldilar, qara qo'llariga suv qo'y, qara tez ovqatini, choyini olib kel" deyish kerak emasmi sizga? Butun ko'chadagi charchoqlaringizni sug'urib oladigan muomala shu emasmi? Keldiz, yo salom yo'q, o'tirdiz, na bir e'tibor yo'q. Nima qilasiz? Siz nima bir joyda tashkilotda bir qorovul bo'lsangiz ekanki, qorovulxonaga borgan hech kim e'tirof qilmaydi. Qara, qorovul kelib qopti, qaranglar choyini beringlar demaydi hech kim. Kiradi bechora, o'sha yerda o'zi qaynatadi, o'zi pishiradi, o'zi chiqib ketaveradi. Qorovul emas-ku, bu seni ering-ku, bolalaringning otasi-ku. Sen o'zing qilmasan, bolalaringga qildir, qara, "Ey kelin qarang, dadangizga qarang, qanday qizg'in." Qiyinmi shu? Bunaqa mehr bo'lmagandan keyin nima qiladi? Choyxonada yonboshlab osh ko'rib kelaveradi har kuni. Lazer ko'rishiga daliga cho'ng'orami? O'shanda qiladi. O'zgan go'rik. Qiyin emas-ku shu narsani. Eri rozi qilib qo'ysa, ertaga jannatga 8 ta eshikdan kiradi-ku bu. Eri rozi qilib qo'ysa, Xudo rozi bo'lib qoladi-ku shu ayoldan. Shuni ham qila olmaydimi? Axir ko'z ochib ko'rgan ering, sen beganaga qilayotganing yo'q-ku, ko'chadagi bir mardikorga qil. Ering seni paytida boqqan, paytida yedirgan, ichirgan, kiydirgan, shu yana hali aytib qo'yadi, eng qo'pol gapni gapiradi. Shunaqa noshukr qonim qaynab ketadi-da. Men bunga ko'rib nima ko'rdim deyapti-da.